opa, bilishimcha yaqinda shogirdlik kursiga start berayotgan ekansiz. Mana shu kursingizda ko'proq uy bekalari o'qigani yaxshimi yoki massajistkalarmi? Massaj sohasini har bitta ayol bilishi shart deb bilaman. Nimaga? Chunki har bitta qiz voyaga yetib turmush qurgandan keyin albatta farzandli bo'ladi. Kamida 2 ta yo 3 ta bitta oilada farzand bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Bir oilada bitta farzand bo'lsa, bola 1 yoshga to'lguncha baribir massajga olib boriladi. Ham oilada meditsinskiy bilimi oshadi, o'rganib olsa. O'zini bolasiga o'zi yondasha oladi. O'qiyotgan puli 3 ta bolasiga bemalol o'zi ham oilaviy budjetdan xo'jayinini cho'nchagiga ham o'ziga foyda, ham uyda o'tirib ham bemalol bu kasbdan daromad qilsa bo'ladi. Shu sohani vakillariga 2 martadan shart deb bilaman. Nimaga? Chunki hozirgi oxirgi har xil metodlar o'zgarib ketyapti. Har xil bilimlar, yangi bilimlar oshyapti. O'shaning uchun har 6 oy 1 yilda malakasini oshirib turish, yangi bilimlar bilan o'rtoqlashib turish, o'zini oldiligiga keladigan patsientlarni albatta natijaga tezroq chiqishiga yordam beradi.